Hammaga salom, sizlar bilan Diyor, kanalimni ko'rib turganimdan xursandman. Hozirgi videomizda qanday qilib har qanday ilovani Smart TV, Smart Box'ingizga yuklashni ko'rsataman. Hop, ketma-ketlikda albatta. Hop, yaxshilab joylashib oling. Men esa videoni boshladim. Xo'sh do'stlar, misol tariqasida olamiz. Bizga Seniorama ilovasi kerak. Seniorama ilovasini ko'pchiligimiz bilsa kerak, shu Torondan foydalanadiganlarga podpiskasiz bemalol film, serial va 184 shu kanal ko'rsangiz bo'ladi. Bundan oldingi videolarda aytib o'tganman. Qisqasi bizga Seniorama ilovasi kerak. Buni yuklashi ko'p xili bor. Hop, birinchi bizani usulimiz bu Google Play orqali. Ya'ni Google Play ga o'tasiz, kirasiz. Seniorama chiqadi. Bo'ldi, Senioramani ustanovka qilib olasiz. Hop, Android TVda Google Play orqali, agarda sizda Android TV emas, boshqa bo'ladigan bo'lsa, sizda app ilovasi bo'lishligi mumkin yoki umuman boshqa, faqat LG televizorlarida bo'lmaydi, chunki bilmadim, dostуп olib tashlashgan. LG televizorda qidirmay qo'yavering, uni через sayt ko'rganingiz ma'qul. Senioramani o'sha app yokida, misol uchun appda yo'q bo'ladigan bo'lsa, appda qidirasiz, Play Marketda, Play Market qidirasiz, Play Market ichida akkaunt joylagan holatda kanalda akkaunt ochishni o'rgatganman. Shu yerda kirib ko'rsangiz bo'ladi. O'sha akkauntni joylaysiz va kirgan holatda Google Play'ning o'zidan Senioramani skachat qilib olasiz. Agarda sizda appda ham Seniorama ham Google Play bo'lmaydigan bo'lsa, siz File Manager skachat qilishingiz kerak bo'ladi va sizga hech bo'lmaganda 1 GB ilida 2 GB anaqa kerak bo'ladi, flash kerak bo'ladi. Hozir mana qo'limda 16 GB flashga. File Manager yuklab olasiz. Hop, File Manager yuklab olamiz. Sizga ko'rsatish uchun, tushunishingiz uchun o'sha appda kirasiz, File Manager qidirasiz, File Manager topasiz va uni ham yuklab olasiz. Xo'sh, mana File Managerimiz chiqdi. File Managerimizga kiramiz. Bunga dostуп berishimiz kerak. Hozir dostуп so'raydi bizdan. Create menu удалить разрешение kiramiz. Hop, fayl запретить turgan ekan. Buni любой случай разрешить qilib yuboramiz. Ya'ni har qanday holatda bu qurilmaga, ya'ni ilovaga dostуп berasiz. Ya'ni har doim shuni so'raydi, faqat dostуп berib olsangiz bo'lgan. Xo'p, mana o'zimizning asosiy xotiramizni 504 ekan. Biz bu yerga flashkamizni USB port joyi bo'ladi. Smart Box'da, Smart TV'ingizda o'sha joyga ulaysiz. Mana ulaganimdan keyin qizil vamnaqa chiqib keldi. Hop, mana bizda 16 GB li anaqamizni ko'rdi, flashkamizni. Shu joyga o'tasiz. Bu yerdan esa siz Senioramani APK versiyasini yuklab olgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni shu USB flashkangizga yokida переходник orqali telefoningizdan anaqaga flashkaga yuklab qo'ygan bo'lishingiz kerak, yokida kompyuter orqali yokida notebook orqali, boshqa yo'lini bilmadim. Shu yerga kirasiz. Bizda новый papka turibdi. Ya'ni mana APK versiya. APK versiyasini bosasiz, установить bosasiz. Установить bosasiz. Не удалось обработать пакет deyapti. Buni ko'ramiz. Hop. Bu yerдagi fayllarni o'zi oldingi videoda men APK versiyasini tashlab qo'ygan edim. APK versiyasini hop описаниyaga yozib qoldiraman. Hozir endi APK versiyasi kirganligi uchun X bo'ladi. XHPK versiyani yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Send files to TV bu ilovani hech qanday flashkalarsiz, hech qanday o'sha misol uchun telefon ulagan holatda yokida Smart Box'ingiz yon chekkalariga flash ulagan holatda qilmasdan turib, ya'ni onlayn holatda yuklasangiz bo'ladi. Shu hamma ilovalaringizni, o'yinlaringizni balkim bo'lishligi mumkin. O'sha oldin shu joystick to'g'risida video qilganman. Shu kim agar joystick orqali o'yinlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha joystick orqali o'yinlarni bu yerga tashlab turib ham o'ynasa bo'ladi. Send files to TV bu ilovamizni shu Google Play orqali yuklab olasiz va bu yerda hech qanday o'sha nakopitellarsiz, USB-larsiz bemalol xohlagan ilovangizni yuklab olsangiz bo'ladi. Albatta buni
smart boxingiz yokida smart TVingiz qabul qilsa albatta bir xil payt приложение yuklanmadi, ошибка chiqishi mumkin. U o'sha to'g'ri kelmasligidan yokida o'sha protsessori ko'tarmasligidan, chunki siz uni aqliga yetmaydigan narsani berasiz va uni aqli yetmagandan keyin uni просто qo'pol qilayotganda qayd qilib yuboradi yokida qabul qilmaydi. Xo'p, send files to TV kirasiz, televizordan ham kirasiz va ikkalasi mana bu sizga ko'rsatadi. Telefonda o'tkazasiz, shu faylni top deydi va send bu xo'sh yuborish, receive bu qabul qilish. Bu yerda o'sha mana bu receive'ni tanlaysiz. Receive tanlaganingizdan keyin telefoningizdan send joyiga o'tasiz va bu settingni barchasini yoqib qo'yasiz. Xo'p, mana biz o'sha ilova joyiga kiramiz. Sizda o'sha download joyi bo'ladi. Downloaddan misol uchun men o'sha FIFA o'yinini skachat qildim. Mana chiqib turibdi. i96 M4 ilovamiz va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Ilovamiz shu zahotiga o'tyapti. O'yinni o'zi ishga tushmadi, sababi u yerda yozishingiz kerak ekan. Kod, ya'ni kod emas, o'sha tug'ilgan kun, yil, oy yozish kerak. U yerda klaviatura chiqmayapti, чтобы yozib o'ynashingiz uchun. Yandex brauzer yoki brauzerga kirasiz. Hop, bunga kirganingizdan keyin сейчас bu yerga Cinerama skachat deb yozasiz. Cinerama. Hop, mana skachat chiqdi. Skachatni bosamiz. Bosganimizdan keyin bizda mana bu APK versiyasi. Hop, uni tashlab qo'yaman va bizda mana bu mana Cinerama Soft True. Bu yerda APK versiya. O'sha X APK versiya o'sha yaxshiroq skachat bo'lishligi uchun shu narsani o'ylab chiqarishgan ekan. Hop, bu yerda skachat bosamiz. Mana APK install. Mana bu ilova kerak bizga. Mana установить с помощью APK install bosamiz. APK install o'zini hozir skachat qiladi. Ungacha flashka olib turing. Hop, mana pastda ko'rayotgan bo'lsangiz, pastda skachat bo'lyapti. Hop, skachat bo'ldi. Endi buni tashlab olamiz. O'zimizni Smartbox yoki Smart TVimizga. Material files ekan, material files. Agar anaqada bo'lsa, Play Marketda shu yerdan ham skachat qilsangiz bo'ladi. Hop, bu ham dostуп so'raydi hozir bizdan. Qaytib qaraylik. Xo'sh, bizga hop, keyin dostуп yana so'raydi. Ungacha biz Cinerama skachat qilib turamiz. Cinerama o'zini yuklab olamiz. Hop, mana. Xo'sh, bu yerda o'sha o'zini Cineramaning yangi versiyasi o'sha yuklanadi. Shu yerdan promoy o'sha yangi versiyasini yuklab olsangiz bo'ladi. APK versiyalarida o'sha eski versiya bo'lganligi uchun Cineramani chekirsangiz, Cineramada yana avtomat tarzda internet ishlayotgan bo'lsa, yana обновить qiladi o'zini o'zi internet orqali. Mayli, joydan chiqamiz. Bizga o'zimizdan hozir yuklangan ilovamiz kerak. APK install. Hop, bo'ldi, tushunarli. Biz yuklab olganimizdan keyin
o'zi ko'ryapti. Ilovani biz download joyiga o'tamiz. Bu yerdan sigiromani ustiga bosib bizda обновить chiqib kelyapti. Обновить qilmaymiz. Udalить qilib turamiz. Udalить bo'lib ketadi hozir. Udalить bo'lib ketdi. File manager kirasiz. Buni установить. Mana ustida oq bo'ldi. Shu joyga установить bosamiz. Xo'p, endi nastroykadan доступ berishimiz kerak. Известные приложения, личные достуp beraveramiz. Bunga ham достуp beraveramiz. Aytdi bosamiz. Hop, mana sigirama yüklandi. Xo'sh, hozir juda tez, juda ham o'zidan o'zi kirib uстановка bo'lib ketdi. O'zi nima bo'lishi kerak edi? HPK versiyasini bosgan paytimda bu yerda tanlov berish kerak edi. Ya'ni mana download launch HPK versiyasiga chat qiladigan narsamizni, ya'ni material files. Shunga bizani ochish kerak edi. Ya'ni shunga bizga dostуп berishga ochish kerak edi. Mana ochamiz. Misol uchun siz kirdingiz bu ilovaga. Va установить HPK faylы. Shuni ustiga bosasiz. Недоступны. Bu narsa o'sha padarginal televizorlarda juda ham zo'r o'xshaydi. Juda mana anaqada o'xshamayapti. Signalni xato qilamiz. Shunga dostуп bermadi bizga. Yuklashga o'tdim. Sizda material files chiqib turadi.
shu fayl menejeriga kirganingizda yoki o'zi televizoringizda fayl menejeri bo'lsa, shunaqa miyasiga kirib, download joyiga kirib, o'shani skачать qilib, открыть qilasiz. Va установить HPK файл. Предоставить разрешение доступа файла, прежде чем положить необходимые поиск HPK на вашем устройстве. Хорошо. Hop, do'stlik bering deyapti. Sizdan do'stlik so'raydi. Bunda hozir men do'stlik berishim kerak ekan. В любом случае разрешить. Davomida o'zi chiqmayapti. Masalan, fayl qilamiz, открыть bosamiz. Uстановить bosamiz va mana bizda HPK versiya turibdi, 21 megabayt. Shuni ustiga bosib, mana bu yashil tugmani bosishimiz kerak. Mana bu yashilni. Hop, приложение установлено deyapti. Mana ilovamizga yuklandi. Hop, bu yerdan endi profilga o'tasiz, войти registratsiya, pastga tushirasiz. Через telefon raqamingizni kiritasiz, kod keladi, сообщение orqali kodni kirgizasiz. Bo'ldi, foydalanasiz. Faqat sizda Turon internet bo'lsa bo'ldi, tekinga hamma kanal, kino, film hammasi ishlaydi. Hop, shularni aytib o'tmoqchi edim. Ilovalarni shunaqa turib yuklab olsangiz bo'ladi. Shu soft orqali ichkariga kirib, poiskovikka yozgan holatda misol o'zingizga kerakli qaysi bir ilova bo'lsa, misol uchun file manager shuni yuklab olsangiz bo'ladi yoki umuman boshqa ilova bo'lishligi mumkin, umuman farqi yo'q. Nima bo'lishidan qat'iy nazar shunaqa orqali yuklab olsangiz bo'ladi. Xo'p, agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, like, obuna tugmasini bosing. Keyingi videoda uchrashguncha xayr.